6 yil dard chekdingiz. 6 yildan beri pul topolmasdan o'sha operatsiyani qildirolmay yurdingiz. Buni sabriga evaziga Alloh taolo sizga 24 soat ichida qancha pul berdi deb o'ylaysiz? Bilmasam. Ochib ko'ramizmi billa? Qancha bersa ham mayli, roziman. Siz olib qo'ysangiz bo'ldi. 24 soat ichidagi kartalarimiz, Toshkentdagi homiylarimiz, hammasi Mohiraga bergan, qo'lga berib ketganlar jami dollar hisobida $44,900 pul yig'dik. Biz yana sizlar bilan uddaladik. Hamma ehson qilganlardan va duoda bo'lganlardan, videoni tarqatganlardan, hammasidan Hammalardan rozimiz. Menga bergan ehsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. Boshim yerga tekkuncha duo qilaman hammasini. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Amin. Hamma ehson qilganlarga jannatlardan tiladim. Allohu akbar. Aziz vatandoshlar, Xudo xolasa pasport, zagram pasportlar tayyor, yakshanba kunga uchiraveramiz deb niyat qilib turibmiz. Oila a'zolari ham shu yerda. Borganda bizga tezroq ma'lumot tashab turasizlar. Operatsiya bo'lsa ham ko'pchilik voy shu jon duodamiz deydi, pul yig'ib berganimiz keyin yo'qolib qolyapti. Aziz vatandoshlar, biz olib chiqayotganlar, iltimos qayerga ketgansizlar? Belog'liga mana farg'onalik bor edi, bitta namanganlik belidan tushib ketdi. Yo'q, sizlar tayt uylayaptilar. Bizga bir so'm pulinglar kerak emas. Ehson qilgan xalq sizni natijangizni ko'rishni xohlaydi. Bizdan so'raydi, nima bo'ldi o'sha bemorlar deb. Iltimos, telefon nomerlarimiz bor. Biz mana yerdamiz, manaqa bo'ldi deb ma'lumot tashab turinglar, baraka topkurlar. Pul yig'ib berganimizcha bizdan zo'r yo'q edi. Endi tayt uylar yo'qsizlar. Nima qilmaylik iltimos. Xalq natijasini ko'rib maza qiladi. Shu natijasini ko'rib yana ehson qilishni xohlaydi. Siz tayt uyingizni yo'qolib ketsangiz, ehson qilayotgan odam natijasini ko'rmasa, ehson qilsa ham kelmay qoladi. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz har bitta oilaga tushirayotgan summadan masalan $30,000 kerak bo'lsa, 50,000 tushib qolsa ham berib kelayotdik. U oilalarda operatsiyaga 30,000 olib qolgan 20,000 nima qilamiz degan janjallar, murosalar chiqqandan keyin hozir bizga $1,000, $2,000, $3,000 zaruriyatli muhtojlarni qatoriga qo'yib qo'yamizda. O'zlariga operatsiyasiga ketadigan summadan 5,000 ochchasi bilan berib, qolganlarga tarqatyapmiz. Chunki qatorda turgan o'sha mayda kasalliklar, yetkazolmay turgan, yetimlik kvartira to'laydigan narsalar turibdi. Shularga rozi bo'lasizlar. Xo'p, kelishdikmi? Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Kelasi payshanba ko'rguncha assalomu alaykum. Oyoq qo'lim salomat, yurganimga roziman. Bu dunyoni ko'zim bilan ko'rganimga roziman. Alloh bersa imkonim, qolmas dilda armonim. Davrim kelib davronim, surganimga roziman.